Bu nima dadasi? Kimniki bu? Qayerdan bilaman, o'zingnikidir. Hali siz shunaqamisiz? Nima, qanaqaman? Menda bunaqa zakolka yo'q. Qizimda ham yo'q. Mani yotoqxonamda begona ayolni zakolkasi turibdi. Siz shunaqamisiz hali? Nimalar deyapsan o'zingcha? Men qayerdan bilaman, birinchi marta ko'rib turishim. Men sizga ishonsam, men yo'g'imda siz shunaqa ishlar qilib yuribsizmi? Qanaqa ishlar nima deb aljig'ayapsan, ahmoq bo'lyapsanmi? Men ishlab o'tiribman, uyda ham, ishxonada ham, hamma joyda. Bilasan-ku? Unda bu qayerdan keldi? Bilmayman qayerdan kelganini. Osmondan tushmagandir. Balki tushgandir, balki o'zingnikidir, dugonangnikidir, qayerdan bilaman? Birinchi marta ko'rib turibman deyapman senga. Biz 2-3 kundan beri uyda yo'qmiz. Siz bo'lsa begona ayollarni olib kelib uyda ko'ngil xushlik qilib yuribsiz-da, a? Ey, og'zingga qarab gapirgin. Uyalmaysizmi farzandingizdan? Uyalsangiz bo'lardi hech bo'lmasa. Dilsora, bekor gaplarni gapiryapsan, tuhmat qilyapsan deyapman. Jahlim chiqib ketadi hozir. Bo'lmasa yotoqxonada nima qilyapti bu? Bilmayman deyapman senga yana bir marta.